Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 7 ayning 24-kuni chorshanba. Yana bir qism uchurlar yig'ilib qoldi. Shularni bir sizlarga deb beray deb bu ishni qilib o'tiryapman. Bir yangi kamera olgandim. Shuni sinab boqay deb bugun shuni ishlatishim hozir. Bir simlarni oppoq chiqib qo'yadi. Shunda xo'simi qanday bir qilib ko'rib boqayli. Hozir ximiyadan aytgan. Soat 6dan sal ochdi. Başta turib bak yurib ketib bordi bu. Bir so'z qilib boqay. Bu ham bir sinab boqayli mani. Yangi apparatni. Yaqin bo'lgan ishlarniki birisi sizlarning xabaringlarda bor. Amerikada bir xonim bir parcha xat e'lon qildi Washington Post gazetida. Uni temisi Xitoy bizning dushmanimiz emas degan. Xitoy bir dushman emas degan temada. Uningga nurg'adam imzo qo'yibdi. Undan keyin yana bir necha odamlar birlashib Donald Trump burunqi yo'ldan yanma degan raqam temada bir parcha xat e'lon qildi. Uningga o'tganda ko'rganda 130 dan qadam imzo qo'yibdi ekan. Mushtaq xat yozish bir yangi bo'ldi bu Amerikaning o'zida. Bu xatniki meni eng suyundigan bir yeri. Undan ayt isli gaplar qilinibdi. Shu isli gaplarniki birisi hozir Xitoy sining hozirgi prezidentlik muddatiniki oyoqlashini saqlayotdi. Hamishni kayniga so'rib sen chiqib ketgandan keyin andan qaytarib hujum o'tmoqchi. Ashta bu boshqa bu qatimliq yildagi saylan bo'lishdan burun bo'lsam shu Amerikaning Xitoy qaratgan siyosatini bir rasmiy tuzum shaklida akirib qo'ysang degan gaplarni debdi xatda. Undan keyin yana xabarlarda bor nimada BDT'da 22 davlat Xitoyga norozilik bildirdi. Xitoyniki shu Uyg'urlarni bir taraf qilish ahvoliga norozilik bildirdi. Bu 23 davlatlarning hammasi Amerika, Kanada qatorliq Yevropadagi eng kuchli davlatlar. Dunyoda iqtisodiyot eng kuchli davlatlar qildi. Undan keyin Xitoy hukumati Afrikalik yo Latin Amerikalik degandek kichik oqsoqchilik davlatlardan 37 ni yig'ib ularni Xitoyning siyosatini qo'llaymiz deb undaq bir narsa o'tirg'a chiqdi. Buning ichida bizniki Turkiya qarindishimizning Turkiya bor. Xitoy tarafda to'g'rilarning ichida. Undan keyin cho'ng shu Arab davlatlarining hammasi bor. Iron, Saudiya Arabiston, undan keyin Birlashma Arab nimasi acaba gapni ismini olmay ketdim. Müştəqatni har qatim olsim kelgan chog'da xalifligi, Birlashma Arab xalifligi qator davlatlarning hammasi bor. Bular Xitoy tarafda turib Xitoylarniki uyg'urlar qaratgan siyosatni qo'lladi. Mushtaq bir uyg'urlar bo'lib ketdi. Bu burunda ancha ko'rilib boqmagan ishlarni yaqinda mushtaq bir xil yangi shakldagi bir xil janglar bo'lyotdi. Andan keyin 7 ayniki 17-kuni singlimiz Jafar Ilhom Donald Trump bilan ko'rishdi. Yoki Donald Trump bir 17 davlatning 25 tak vakillarini qabul qilgan. Shu Amerikada ministr darajalik diniy erkinligiga haqida bir yig'in bo'lgan. Shu yig'in kelgan vakillarni sifatida 27 odamni qabul qildi ekan. Bular ichida Xitoyga taqalardan 3 odam bor. Undan keyin undan boshqa Jafar Ilhom qizimiz bor. Ko'rishdi. Bu Uyg'urlarniki yaqinqi tarixidagi bir cho'ng ish bo'ldi. Bizning xabarda bor Obama prezident vaqtida bir Uyg'urlar ko'rishib boqmagan. Uyg'urlarni bir qatim bir maza qilganda taraqqiyda bir qatim olgan
ikkinchiligini yapmaqmagan. Hozir endi Donald Trump hukumatida Mağın Prezident Pence, andakin tashqi nima Secretary of State Pompeo qatorliqlarni aytdi. Xitoy haqida aytdi. Keskin gaplarni deyotdi. Bu qatam Donald Trumpni ko'rishishmi bu aytdi, cho'ng ish bo'ldi. Anadan keyin 7 ayning 20 kuni Sidneyda Uyghur 12 Uyghur muqam ansambliniki qurilish murosimi o'tkazildi. Bu murosimni aytdi isli o'tkazilibdi. Anlasam hozir ular shu qadamki murosimniki videolarini tayyorlab etibdi. Pat arada qarindoshlar bilan yuz ko'rishdi ekan. Men o'zimniki to'rbetiga shu naq maydondan bergan bir ko'rinishni chiqarib qo'ydim. Ko'p oqsonlar bo'ldi. Ularniki hozir qadar tarqatqani shunchalik shularni chiqarib qo'ydim. Yaqinda 7-ayning 16 kuni men bilan Germaniyalik bir yozuvchi aloqalashdi. U yozuvchiniki Uyg'urlar haqida yozgan bir kitobi bor ekan. İngilizce Uyg'ur hikoyalari degan kitob ekan. Men bir qushqa sharh qilib qo'ydim qashim kelib. Uyg'ur hikoyalari degan kitob. Bu kitobni 2015-yilda nashr qildirdi ekan. Uzoq o'tmay burunqi nashr qilgan shirkat taqlid ketibdi. Taqlid ketib 2017-yilda qaytadan nashr qilibdi. Bu shirkat asosan bundan 10 yil burunqi 5-iyul 40-yilidagi bir qism ishlarni shaxsiylarniki hikoyasi sifatida yozib chiqqan kitob ekan. Menga bu ishni chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarga bildirib qo'yishni havola qildi. Shunga bu gapni deyapman. Bu kitobniki ushurlarini men Facebook temamga chiqarib qo'ydim. Ashaddan ko'p oqsonlar bo'ladi. Bo'lsa, shuni o'zlariniki chet ellik do'stlarga taqib qo'ygan bo'lsalar, shu uchurning o'zini ular xabar topgan bo'lsa, xabarlarda bor kitob yozish oson emas. Hozir ular haqida ancha-muncha kitoblar yozilyapti. Shuni birisi o'tgan qatim men bir 15 yoshlik bola Amerikadagi 15 yoshlik bir bolaniki yozgan kitobini gapini qilgan 30 suhbatlik. Men uni Turkiyada 2000 dan bostirib, aniki har qaysi davlatlarga taqib, shu orqali Uyg'urlar orqali chet ellik do'stlarimizga yetkazib beraylik deb o'ylagan, haqsiz qilib. Lekin meniki do'stlarim buni Amazondan boshlasa, dunyoning Amerika kishilar biraz olaydi deb bu taklifni berdi. Hozir shu bu ish ketyapti. Hozir bu kitobni shu Amazonda bostirish ishi davomlashyapti. Xudoyim bilsa, Fatihanda ular qarindoshlarla yuz ko'rishdi. Andan keyin o'tganda ikki parcha Xitoycha jadvalni inglizchaga tarjima qilish gapini qilgan. Bu jadval muhim ekan. Nimishqa deganda bu jadval 2017-yilda chiqqan jadval. Asosan lagerga akirishdan burun butun Uyg'urlarga nomer qo'yib, shuni asosan Uyg'urlarni tanlagan. Buningki sharti nihoyatda tuvan bo'lg'achqa, bu jadval qanchalik ko'p Uyg'urlarniki jazo lagerlari va turmalarga kirganligiga isbotlangan bir daskan. Men bu gapni degandan keyin men buni besbek kelgandim, ko'zlaman sizlarga. Unutib qoldim, chiqmabdiman. Men bu gapni degandan keyin buni tarjima qilib beray degan fikrlardan 3-4 chiqdi. Men ulardan birisiga berib, uni hozir tarjima qilib bitirib bo'ldi. Yana bir inimiz tahrirlayotdi uni. Bu bitib bo'lsa, men uni shu Facebookda e'lon qilaman. Andan keyin bir to'rbeta qo'ygandan keyin bo'lsa, uni o'zinglarniki tunishtirib bo'libmi, g'arbniki muxbirlarga yetkazib bergan bo'lsanglar. Buni ko'rib baqsin, bu orqali nurg'un ishlarni tushangil bo'ladi. Andan keyin yana bir muhim ish qilindi yaqinda. Esinglarda bormi, o'tganda bir qatimliq shu videoda so'zlagan. Beijingda xalq qurultiyi bilan siyosiy kengashniki ikki cho'ng yig'in o'tkazilgan vaqtda necha oyning oldida, 2-3 oylarning oldida bizniki vatandan kelgan vakillarning ism taxti evitilgan muxbirlar ko'rishga vaqtidimi yoki shu maydon o'zidami. Shu ko'rinishni olgan chog'da bizning vatandan kelganlarniki oldidagi ism yo'q. Qag'ayadan kelganlarniki uni emas, ashlar bir ahvolni ko'rdik. Men shu chog'da kallamga bir ish kashdi. Ehtimol bu
shu bizniki yurtda hozir o'qitib o'tgan kishilarniki kimniki pashib qolmasin imkon bor yushrayli deb qolishmikin deb ashula deb o'yladim. Ondan keyin bir necha qarindoshlar paranglashib yo'q nechalarni yordamlashib degandek shuning bilan bizning vatanda hozir amal tutayotgan shu Xitoy kadrlarniki to'rbetida bor uchurlarning hammani tushirib oldi. Necha Uyg'ur ziyolilar birlashib hammani tushirib olib buni bir ombar qilib saqlab qo'ydi. Undan boshqa uni hozir bir to'rbetga qo'yib qo'ydi. Men uni degan shu videoning ostiga chiqib qo'yman to'rbetning adresini ko'rib olsanglar bo'ladi. Buni qiymati nima desanglar? Xudoyim bo'lsa, shu xalqaro Uyg'ur masalasida haqiqiy tadbir qo'llangandan keyin shu Uyg'urlarniki hozir keng ko'lamda qilib ketishiga to'p qo'shgan amaldorlar ustidan bir hukm chiqarish kerak. Ularni jazolash kerak. Ashunda qilgan chog'da mush amaldorlarni tizimligini ishlatamiz. Xudoyim bo'lsa. Shuni bu jihatda buniki cho'ng qiymati bor. Agar sizlar ko'rib yiqib yana kam qilib qolgan yoki sizlar o'zingizlar salab qo'ygan uchurlar bo'lib qolsa, hamdinsanlar to'g'rilab qo'ysak bo'ladi uni. Menga ba'zilarniki deyishcha, shuni qilgan qarindoshlarning deyishcha, bular shu ishni boshlagandan keyin mushtaq Xitoy ishlayotgan rahbarlarniki arxiv uchurlarining bir qismi to'rbetidan o'chirilib ketdi degan gaplarni dedi. Ehtimol Xitoy buni tayyorlayotgan bo'lishi mumkin. Herhalde biz ko'p qismini tushirib oldik. To'rbetni ko'rib olsanglar bo'ladi. Andan keyin yana yangi uchurlar keldi. Tunögün bir qismda tunögün bir nöküllar keldi. Shu o'tib ketgan yakshanba kuni, ya'ni 7-oydagi 20-kundan boshlab Urumchidagi bir qism TV kanallarida Osonlik millatlarning diniy e'tiqodiga hurmat qilish, har bir millat o'z ona tilida so'zlashish degan narsalarni so'zga turibdi. Hozir shunaqda yakshanba kuni boshlanibdi bu ish. Bugun chorshanba 4-5 kun bo'ldi degan gap Urumchida. Ashta bo'lib turibdi. Bundaq ish bo'lib boqmag'ili hozir 1,5 yildek bo'lib ekan. Televizorda bu narsani ko'rib boq. Ko'ngil bo'lmaydigan holatga kelib qoldi. Shunga bu bir ajoyib bir yangilik bo'lib ketibdi u. Hozir shu Urumchidagi televizorda Uyg'urcha naqsh musiqalarni berishga boshladi. Andan keyin ko'chalardagi tekshirish punktlarimiz sal bo'shab qoldi. Buni o'tganimda degandim. Yaqinda yana biroz o'zgarish bo'ldi bu jihatda. Qo'yib bitishimiz sal ko'payib qoldi. Xuddi shu yakshanba kundan boshlab Urumchida bir yangichilik o'zgarish bo'lib qolgandek bir xil tuyg'u beribdi bir qism kishilarga. Endi ma'ushur faqatlam yaqinda lagerda qo'yib berilgan odam bilan ko'rishgan bir odamdan kelgan o'shur. Shunga bu qanchalik bu kandarlik narsami yoki qisman narsami jazmlashtirish kerak. Lekin Urumchida mushtaq bir ish bo'libdi hozir. Yakshanba kundan boshlab. Andan keyin biz hammamiz bildigan bizniki tanliq naqshchimiz Sanvar Tursun singlimizni 19-sida o'tib ketgan juma kuni qo'yib beribdi. Hozir Urumchida qo'yib beribdi. Bu xabar aniq xabar bu. Lekin naqshchi Farida Hamidni qo'yib etmabdi ular sulaq ekan. Amaliyotda shu necha donliq shu xonim singillar bir kamerada turgan ekan. Shu aniki hozir qismini qo'yib beribdi. O'tganda 5 odamni qo'yib qo'ygan. O'tganda Mavlana sizlarga deb qo'ygan. Vaqtim Sanvar Tursunni qo'yib beribdi. Endi menga shu shuni yetkazgan qarindoshimizning o'zimi bu uchurlarni olgandan keyin ancha xushal bo'lmaganligini dedi. Men hozir oldinroq xushal bo'lmayapman. Sababi nima desanglar, menda keyin men anglagan nurg'un gaplar bor. Bu bir ko'zbo'yamchilikmi yoki haqiqiy o'zgarish bo'yotamni uqilolmaydi hozir. Endi yuqorqi ishlarniki bo'lgani rost, lekin bu zot qaysi darajada bundan keyin ko'rishga to'g'ri keladi. Shunga damliq kuzatish kerak bu ahvolni. Endi Xitoy o'zining dushmani yo'qotishda qo'llanib kelayotgan taktikalar bor. Bu taktikalar ikki xil bo'lindi. Birisi o'ziniki yendiki dushmanlarni yo'qotish yoki o'zining yendiki bir millat, bir guruh odamlarni yo'qotishni qo'llagan taktikasi.
yana birisi jiratliklarni yo'qotishda qo'llangan taktikasi. Yaqindagilarni yo'qotishda qo'llangan taktikasidan uchi bor. Buni o'tgan qatimda men so'zlab berdim. O nima degan chog'da iqtisodiy jihatdan vayron qilib o'tish, nomini sesitib o'tish, birinchisi iqtisodiy jihatdan vayron qilib o'tish, ikkinchisi nomini sesitib o'tish, uchinchisi jismoniy jihatdan yo'q qilib o'tish. Bu jismoniy jihatdan yo'q qilib o'tish degan gap meypil holatga kelib qo'yish degan gap. Uruqlatib yoki kasal qilib yoki urib ishini zaxmlantirib meypil holatga kelib qo'yish degan gap. Bu o'ltirish degan gap emas. Mesela üç taktikini kullanış. Bu Xitay'daki tarihten bu yan kullanıp yatkan taktikisi şu. Andi Uygur milletini bir millet sifatida yo'qotishda Xitay bu taktiklarning hammasini qo'llandi, üç taktiklarning hammasini. Az diqqat qilib qarasanglar Uyg'urlarning iqtisodiy nima bo'lib ketdi, nom atig'i nima bo'lib ketdi. Ondan keyin hozir endi yaqinda menda ovoz quchurlar bor, necha ovoz quchurlar bor yaqinda kelgan. Buningda bayon qilinishicha hozir yaqinda Urumchiga berib ko'chalarda uchayotgan odamlarning hammasi go'mishib qolibdi. Normal emas deydi. Bir xil sarang holatda, ro'yjat bir xil kasal holatda, işte holat bo'lib qolibdi deydi. Shunga sirtki Uyg'urlarga sulanmagan yoki sulanib qo'yib berilgan Uyg'urlarning hammasida mana bir go'mish holat bor. Jismoniy jihatdan vayron yo'qotilgan holat bor. Bu taktikni qo'llandi. Xitoyniki Uyg'urlarniki nomsiz tutishda qandaq usullarni qo'llandi, men izchil turda bu to'g'ri so'zlab kelyapman. O'zimdagi leksiyalarda bu maxsus mazmun bor bu jihatda. Endi jiratdagi dushmanini yo'qotishda ikki taktikni qo'llandi. Uning birisi nomini sesitish, ikkinchisi yolg'iz qoldirish. Hozir diqqat qilsanglar, bu ikki ishning hammasini tang qilyapti Xitoy. Nomini sesitish, andiki yolg'iz qoldirish. Bu o'tgan yildan boshlab 2018 yildan boshlab Xitoy chet ellardagi shu Uyg'ur tashkilotlarini, Uyg'ur jamoatini vayron qilib o'tishda nihoyatda ko'p mablag' solib ishlarni boshlagan. Hozir agar diqqat qilsanglar, buning alomatlarini hammaga ko'ralasizlar. Chet eldagi faoliyatdagi kuchayishiga erishib, hozir shu faoliyat aktiv faoliyat qilayotganlarga hujum qilib shu sistemani deb urinayotganlarmi ko'payyotdi. Lekin har xil Uyg'urlar qanday ish qilishini qat'iy nazar chuqur bir g'alati ishlar yuz berdi hozir chet elda. Buningda Xitoyniki cho'ng plani bor. Men deb kelgandek Xitoy shu yumshoq kuch sohasida bo'lib chet eldagi shu demokratchilarni yoki Uyg'ur faoliyatchilarini vayron qilish sohalarni hammasiga qo'shganda yumshoq kuch sohasiga 2015-yilda ajratgan pul 15 milliard dollar. Shunga Uyg'urlar chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilar, Uyg'ur jamoati, Uyg'ur jamiyatlari biz har xil buzilishlarni hal qila olmaymiz. Herhalde hushyor bo'linglar. Meniki magapni deb qo'yishimda yana bir sabab bor. Aslida buni bu to'liq masallar ayolga o'tirib qo'ymoqchi emasman. Yana bir sabab bor. U nima desanglar, endi Xitoyniki Uyg'urlarni terrorchi, radikal islomchi degan bu gaplarni ko'tarib chiqqaniga uzun bo'ldi. 2001-yildagi 11-sentabr voqeasidan keyin Xitoy Uyg'urlarga terrorchi degan qalpoqni kiydirib, xalqaro sesish urindi. Lekin ma'lum darajada g'alaba qildi bu ishda. Lekin bu ishning davomi hozirmi bor? Biz ma'vu Turkiyadagi qora kiyimning ishini hal qilmasak bo'lmaydi. Men bu vaqtda keyin yana so'zlayman. Uyg'urlarning masalasini mishqatim agar xalqaro jamoat Uyg'urlarning masalasini haqiqiy turda hal qilish kuchsa, bizga bir cho'ng fursat keladi. Uyg'urlar o'ziniki taqdirini o'ziga belgilaydigan bir holatga erishadigan bir fursat bo'ladi. Bu vaqtda singlimiz Osiyo Uyg'urmi bir qism maqolalarni yozdi, unda o'qib olsangiz bo'ldi Kosovo haqida. Uyg'urlarniki nurg'un ahvollari shu Kosovodagi ayni vaqtga ahvol o'xshaydi hozir. Lekin o'xshamaydigan bir ahvol bor. U nima desa, bizniki osondagi odamlarimiz chet eldagi yanıla Uyg'urlarni terrorchi qilib ko'rsatyapti hozir. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Turkiyadagi qora kiyimlik xonim qizlarimiz Uyg'urlarni radikal islomchi qilib ko'rsatyapti. Nihoyatda jonliq. Turkiyaga berib, Istanbulga berib, ashmallaga boslamkin buni ko'ralaydi har qanday qadam. Agar mush ahvol o'zgarmasa, bizniki mesh oldimizda keladigan nihoyatda muhim fursatdan birisi qo'ldan ketib qoladi. Shunga
Ben deyman, hamma dinda ikki xil omil bor. Birisi Allohning omili, birisi insonning omili. Mushu Uyg'urlar ichida yuz berayotgan diniy hodisalar, diniy ahvollar. Mushuning qasi Allohning omili, qasi insonning omili deb o'ylash kerak. Nima uchun bo'ladi bu ish? Bu qora kiyimlar ya Uyg'ur tava emas, ya musulmonga tava emas. Bu boshqa bir narsa, bir g'alati narsa. Nima uchun bu narsa hozir qadar so'rilib keldi? Nima uchun bu darajada umumlashib ketgan Turkiyadagi Uyg'urlarchida? Bu to'g'ri o'ylanish kerak. Agar biz musholatni o'zgartmasak, Uyg'urlarga keladigan bir intayin isl fursatdan quruq qolamiz biz. Lekin bu tarixda bizga bir gunoh bo'lib yozildi. Bu to'liqni qattiq o'ylanish kerak. Yaqinda Xitoylar yana bir qism yangi subsidiyalarni ko'tarib chiqdi. Uyg'urlarni yolg'iz qoldirish uchun abataman degan terrorchi, radikal islomchi degandan boshqa masalan mana narsa ko'tarib chiqdi. Uyg'urlarning Turk bilan hech qanday munosabati yo'q. Tarixda munosabat bo'lib boqqan emas degan narsani ko'tarib chiqdi. Ondan Uyg'urlar o'zigidan musulmon bo'lgan emas deb. Xitoy hukumati bütün Türk ellerini setvelip, Müslüman ellerini setvelip, Arap ellerini setvelip, hozir endi qo'rqmay magapni devatadi. Uyg'ur Türk emas, Uyg'ur islomni majburiy qabul qilib qolgan, o'zidan musulmon bo'lgan emas. Bu narsalarning o'tirish chiqishi mana shu Uyg'urlarni xalqaro yolg'iz qoldirish uchun ilingan qadamlar bu. Shuningga buni hushyorlashimiz kerak. Bu bilan o'tirib chiqqan vaqtda hozir. Bu shu Xitoylarniki Uyg'urlarni bir millat sifatida yo'q qilish yo'lida etmayotgan tadbirlarning bir qismi. Shunga bu ishga diqqat qilmasa qolmaydi. Men bu Facebook'ga bir Xitoy o'g'il bolalar, bir Xitoy qiz bolaniki birlashtirgan bir video programmasini chiqarib qo'ydim. Ko'p aslan bo'ladi. Bu bolaning ismini topolmadim men deb desam. Bu bolaniki tunugun necha kun ichida chiqqan narsa bu. Onunki sözlüğünde nayet mühim bir qancha uçurlar var. O nima desa, Xotan viloyati ishkirga rasmiy uqtirish chiqaribdi. Agar Xotan viloyatiga magistrlik yoki doktorlik unvoni bor odamni kelsa, ularniki yerlashish haqqi uchun 50 ming so'mdan 100 ming so'm bo'yicha ortiq pul beriladi. Buni biz o'qimiz burunmi 30 mingdan pul beriladi degan gaplar chiqqan. Bu yerdagi eng vahshiy narsa bo'ytaq erlarga Uyg'urdan xotin beriladi degan gap. Buni endi rasmiy ishkirlardagi uqtirishga yozayotgan gap. Bo'ytaq erlarga Uyg'urdan xotin beriladi degan. Biz to'yni qilib qo'yamiz Uyg'ur qizlar bilan degan. Bu endi Uyg'ur erlarininki qaysi darajada vayron bo'lib tugaganligini, qaysi darajada o'ldirilganligini ko'rsatadi. Uyg'urlar erlarini o'ldirib, ayollarini endi xuddi bir do'konning buyumidek Xitoylarga biz birimiz kelsanglar degan turibdi. Andan keyin 18 yoshda 40 yoshgacha bo'lgan mayli erlamdi, mayli ayollamdi qanday odamlar kelsa, ularni biz uy xizmat, bolalarniki o'qishi, andan keyin turmush bo'lish ham jihatda yordam qilamiz. Iqtisodiyot yordam qilamiz deb uqtirishda bu mazmun bor. Endi Xitoylar men hozir qadar shu Xitoy hukumatiniki Uyg'urlarni bir taraf qilmoqchi bo'lgan qilishdagi plani haqida ikki manbadan uchur oldim. Ikkisini aytib, cho'ng yuqori yerdan olgan manda. Yuqori yerdan olgan uchurlar, yaqin birsimi shu Xitoy hukumatining ichida yuqori baldaqda turadigan amallardan kelgan uchur endi. Shu uchurlarniki mazmuniga asoslangan chog'da Xitoy Uyg'urlarni yo'qotish siyosatini 2000-yildan tuz bo'ldi ekan. Dastlabda uni 3 bosqichga bo'lib olmoqchi bo'ldi ekan. Birinchi bosqichda iqtisodiyotni yordam qilib, ya'ni Uyg'urlarni yo'lab iqtisodiyotni asmasa qilib yo'qotish. Buni 10 yillik plan qilib tuzibdi ekan 2000-yildan 2010-yilgacha. Agar bu plan amalga oshmasa, qattiq qo'lliq qilib Uyg'urlarniki dinini, tilini yo'qotish orqali